Negoraxon, yasab olib qayerga yura oldingiz? Haligi oyimnikiga ketayotgandim. Oyimni mazalari yo'q ekan. Nega meni xabarim yo'q? O'z boshimcha bo'lib qolibsizmi? O'z boshimcha emasmi, opajon? Oyjondan so'radim. Mayli dedilar. Shunaqa deng. Oyjon qarib qo'yganlar. Shunday ekan, bu uydagi hamma masalalarni men hal qilaman. Bilmaysizmi shuni? Bilaman, lekin uyimga borish uchun sizdan ruxsat so'ramayman-ku. Oyjon bilan O'tkir akamdan ruxsat so'raganman. Bugun hech qayerga bormaysiz. Hamdam aka mantiqlilar deb ketgan. Shuni tayyorlaysiz. Hozir borib, xamirni qilib qo'ying. Men do'konga chiqib kelay. Charchamasam, sizga qarasharman. Zaynab opa, men ketishim kerak. Onamning mazalari yo'q deyapman sizga. Shu mantini ertaga qilarmiz, opajon. Yo'q, bugun qilamiz. Boring, xonangizga chiqib kiyimlaringizni almashtirib, oshxonaga o'ting.